qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Kingstown meri yoki Og'u? O'zi kelovi ham yaxshi qiziqarli film. Kingstown meri bo'lsa kerak. Misol, endi men o'zim qiziqroq bo'lib ishlaganman. Lekin kelovi ham yaxshi qiziqarli film. Demak, Kingstown meri yoki Abdulhamidxon? Endi Abdulhamidxonni butun xalqimiz menimcha ko'rib bo'ldi va juda qiziqib hamma ko'rdi va mendan ham so'rab turishardi. Keyingisi qachon chiqadi, keyingisi qachon qo'yasizlar keyingisini deb, endi hattoki oxirgi qanchadir seriyasi qo'yilmagan ekan, nimaga qo'yilmayapti deb menga janjal ham kelishdi. Endi Abdulhamidxon albatta. Abdulhamidxon yoki Hukmdor Usmon? Hukmdor Usmon bilan Abdulhamidxonni oladigan bo'lsak, Abdulhamidxonda tarixiy faktlarga asoslanib ishlangan. Men o'sha tarixiy filmlar agar tarixiy faktlarga asoslanib o'sha bo'lgan voqealarga qancha yaqin yozilgan bo'lsa, menga shuncha yoqadi. Qancha o'sha real voqealarga yaqin bo'lgan bo'lsa, shuncha yoqadi menga. Endi Hukmdor Usmonda mana hozir ovozlashtirish jarayoni ketib turibdi. Hukmdor Usmonda to'qima ko'p. Chunki u juda nima deydi, uzoq tarixida turklarni eng o'sha Erto'g'rildan keyingi o'sha Erto'g'ril ham to'qima ko'p bo'lgan. Erto'g'ril Usmonlarda bo'lgan voqealar haligi tarixlarda muhrlanib qolmaganda jam bunchalik. Abdulhamidxon endi bu eng oxirgi imperator. 19-asr. Eng oxirgisi imperatorlarning ichida. Shuning uchun bu yerda tarixiy faktlarga asoslanmasdan iloji yo'q edi, chunki yaqin tarixda, yaqin o'tmish. Hukmdor Usmonlar, Erto'g'rillar endi ular afsonaga aylanib bo'lganda. O'shaning uchun menga Abdulhamidxon baribir ko'proq yoqadi, chunki bu yerda tarixni o'rganasiz. Faqat kino ko'rmaysizda, kino ko'rib, badiiy asar ko'rib maza qilmaysizda, tarixni ham o'rganasiz. Men Hukmdor Usmon, Erto'g'rillar menga asosan badiiy to'qima o'xshab tuyuladi. Demak, keyingisi Abdulhamidxon yoki Yunus Emro? Yunus Emro. Sababi Yunus Emroda juda jiddiy yondashib, jiddiy ishlangan o'zi. O'sha Yunus Emroni ham har bir o'sha qilgan ishlari-yu, gapirgan gaplari-yu hammasi endi yozib qoldirilganda, endi o'sha bir avliyo odam bo'lgan. Juda bir odamlarga ibratli bo'ladigan, ham falsafiy, ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan juda bir kuchli odamga yaxshigina bir ma'noga yetib boradigan ta'sirli bir joylari ko'p. Men uni tavsiya qilgan bo'lardim hammaga ko'rib ko'rishi. Chunki ketgan vaqtiga hech kim achinmaydi. Menimcha kerak bo'lsa qayta ko'radi ko'rgan odam. Keyingi tanlov biroz noodatiy. Yunus Emro yoki Syogun? Endi Yunus Emro albatta. Yunus Emro yoki Taxtlar o'yini? Yunus Emro. Yunus Emro yoki Yomonlik dunyoga ustun bo'la olmas? Yunus Emrodan boshqa qanchasini o'qimayman, baribir Yunus Emro deyman. Mayli, so'nggisi Yunus Emro yoki Pistirma? Yunus Emro. Demak, sizning tanlovingiz Yunus Emro. Yunus Emro juda men o'zim maza qilib ovoz berganman. Har bittasini to'xta boshqatdan eshitib oling, nima dedi deb haligi o'zim qiziqib odam o'sha ekrandagi narsa aktyorga qiziqarli bo'lsa, vaqt o'tganini ham bilmay qoladi. Ham o'zi kirib ketadi odam ichiga. Agar o'sha misol uchun aktyor sifatida meni uncha qiziqtirmasa, qachon tugarkin deb o'tiraman, misol uchun-da.
Yunus Emroni endi men hammaga maslahat beraman, chunki u juda chiroyli ishlangan. Juda haligi ko'rgan odamga foydasi ko'p. Foydasi ko'p. Ibratli tomonlari, tarbiyaviy ahamiyatlari, diniy tomondan haligi berilgan o'sha nima deydi, kerak bo'lsa tushuntirib o'tilgan, misol uchun mana bu masalaga qanaqa qaralish kerak, bu masala qanaqa, har tomonlama falsafiy nuqtai nazardan juda kuchli asar. Tushunarli, rahmat ajratgan vaqtingiz uchun. Va shu o'rinda tomoshabinlarimizga eslatma, Yunus Emro filmini Replay platformasida tomosha qilishlari mumkin.